أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qiyomat vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqa kishi bilmaydi. Mevalarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. U kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, oramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochilgan joy yo'q ekanligini aniq biladi. İnson o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limu umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetishsak, u cho'qim bu o'zimning sa'iy ijtihodimdan kelgan qiyomatning bo'ladiganligiga ishonmayman. Mubodo qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytirilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigoriga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqavurlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, uzluksiz duo qiladi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdanla uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan jiroq ixtilofda bo'lgan kishidinmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardinmi gumroh odam yo'q? Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigoriga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turguchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Shura 53 oyat. Makka da nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ha, mim, ayn, sin, qaf. G'olib hikmat bilan ish qilguvchi Alloh sana va sendan ilgiriki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qiladi. Osmonlardagi shaylar va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh ustundir, kattadir. Allohning kattaligidan osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tos qoladi. Farishtalar Parvardigoriga tasbih aytadi. Hamida aytadi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguvchidir. Nihoyatda mehribondir. Allohni qo'yib, butlarni egi qilib olganlarning amallarini Alloh ko'zitib turguchidir. Sen ularga hami emassan. Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundoq arabcha Qur'onni nozil qildik. U kunda hech shak yo'qdir.
u kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Agar Alloh xolisa, ularni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Alloh xohlagan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zolimlarga hech qanday ega, hech qanday madadkor bo'lmaydi. Balki ular Allohdan boshqalarni ega qilib oldi. Faqat Alloh egidir. Alloh o'liklarni tirildirdi. Alloh har narsaga qodir. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening Parvardigorimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga o'z jinsinglardan juftilarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarga mu o'z tipidan juftilarni yaratdi. Bu orqali Allah sizlarni ko'paytirdi. Hech shay Allohga o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir. Hammani ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allah xohlagan kishining rizqini sinash yuzasidan keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yuzasidan tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Allah sizlarga dindan Nuhqa tavsiya qilgan narsani sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani İbrahimga, Musaga va İsaga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid ig'ir keldi. Allah tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allohning toatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Yahudi, Nasara qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullohning haq payg'ambarligini bilgandan keyin ondan o'zaro hasad qilishib firqalarga bo'lindi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tez halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondidir. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun ey Muhammad, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgin. Buyurilganing bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ular, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga agashmagin va aytqin: Allah nozil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Oranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Parvardigorimizdir. Sizlarning mu Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlar mu o'zinglar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkordir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Oxiri qaytadigan joy Allohning dargohidir. Kishilar Allohning dinini qabul qilgandan keyin kishilarni iymondan to'sish uchun Allohning dinida husumat qilishganlarning dalillari Allohning dargohida botildir. Ular dunyoda g'azabga uchraydi. Oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah kitob, ya'ni Qur'onni haq bilan nozil qildi va adolatni nozil qildi.
Sen nimi bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtidi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqidi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq, mujodila qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdir. Allah bandalarga kuyinguchidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Allah kuchlidir, g'olibdir. Kimiki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimiki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'butlari bormi? Allahning ularga beriladigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmas edi. Ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qilguvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilarida bo'ladi. Ular Parvardigorining huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalarga ana shu in'om bilan xush xabar berdi. Payg'ambarlikni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga cheqilmasliklaringlarni tilayman degin. Kimiki biror yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ular, ya'ni Quraysh kofirlari, u ya'ni Muhammad Allohga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Allah xolisa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'onni to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlayotgan bo'ladi. Allah botilni yo'q qiladi. Payg'ambarga nozil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Allah bandalardan tavbini qabul qiladi. Yomon ishlarni afu qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turdi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Allah ijobat qiladi. Kamoli fazlidan ularga savobni ziyoda berdi. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Agar Allah bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta ziminda fitna fasod teriydi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir. Ular yomg'irning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Allah yomg'ir yog'dirib berdi. Rahmatini yoydi. Allah hammaning egisidir. Madihaga loyiqdir. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jondarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Allah agar xolisa ularni jami qilishga qodirdir. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki milinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulolmas edinglar. Ey mushriklar,
sizlar ziminda Allah'ның azabıdan keçip qutulalmaysizlar. Sizlarga Allah'tan başqa hiç ega ve medetkar yok. Denizda qatnıgıcı tağdek kemiler Allah'ның kudretinin delilleridir. Eğer Allah halisa şamalni to'xtatib de kemiler denizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qilg'uchi, kengchilikda shukr qilg'uchi her mümin uchun nurg'un ibretler bor. Yoki Allah halisa ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemilarni bo'ron bilan halok qiladi. Allah nurg'un kishilarning gunohlarini afu qiladi. Bizning oyatlarimiz ustida mujodila qiladiganlar o'zlariga Allah'ның azobidan qechib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanguchilarga, darg'azab bo'lganlarda kechiralaydiganlarga, Parvardigorining davitiga ovoz qo'sha oladiganlarga, namozni ta'dil arkan bilan o'talaydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qila oladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiqa qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allah'ның huzuridagi savob texmu yaxshidir, texmu baqidir. Bir yamanlıkның jazosi shuningga o'xshash bir yamanlıqdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik cheqilsa, shunchalik cheqilmay oshirvatsang bo'lmaydi. Kimiki intiqom elishga qodir turuqliq, afu qilsa va o'zi bilan yamanlik qilg'uchining orasini tuzisa, uning ajrini Allah berdi. Allah haqiqatan zulm qilg'uchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchirg'uchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nahaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ani shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kimiki aziyatga sabr qilsa, Allah'ның roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech ega yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Ularning qo'rqqan, xorlangan holda dozoqqa ko'zining quyruqi bilan qargan holda dozoqqa to'g'rilanadiganligini ko'rsan. Müminler shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Allah kimni gumroh qilsa, uningga uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Allah tarafidan kelgan qarshi turg'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy tepilmay qoladi. Qilmishinglar nomi amalinglarga yiziqlik bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'risa, biz seni ularga kuzatchi qilib avatkinimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliğ qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetitsak, xo'sh bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga biror hodis kelsa, inson to'limi kufroni nimmat qilg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah nimani xolisa shuni yaratadi.
xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi yoki ularga o'g'il qizni aralash beradi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Allah har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidanla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. Allah haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va imonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Zuhruf 89 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ha Mim. Ro'shan kitob bilan qasamki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Haqiqatan u Lavhul Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatlik kitobdir. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga vaz nasihat qilishni tark qilamdik. Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. Ular, ya'ni Makka kafirlaridan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. İlgirikilerinin qissalari Qur'onda o'tdi. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguchi Allah yaratdi deydi. Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giyo unmas qoqas, o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilisizlar. Allah bütün mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarimiz degaysizlar. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juziy qilib oldi. Mundoq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkori noshukrlik qilguchidir.
Allah məxluqatdan özü üçün qızlarını balı tutub, sizlərni oğullarga xas qıldımı? Əgər ularning birigi mərhəmətlik Allahqa məsəl qılğan нәрsə, yəni qız balı bilan bisharat berilsə, yəni xotununing qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qardab ketidi. Ular Allahqa zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan munozirda maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi, ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Ular marhamatlik Allah xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam eslamdi. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan minib hidoyat topquchidurmiz deydi. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantirguchi, ya'ni payg'ambar avatsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangimiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanada ota-bovanglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. O'z vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostli ado judaman. Faqat meni yaratgan Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalimi tavhidni avlodidan sherik keltirganlar imonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Balki men ular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bovlarini uzun ömür va ne'matdan bahramand qildim. Toki ularga haq, ya'ni Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhissalom kelgucha ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda ular bu sehrdir. Biz haqiqatan uni inkor qilguvchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nimishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlardan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ishga solsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning o'ylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan sho'tlarini ko'mishtin qilib beratdik. Ularning o'ylarining ishiklarini va taxtlarini
kümüştün qilib beratdiq. Ular taxtlarga yo'linib o'tiratdi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdiq. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi nozun ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Kimiki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubhisizki, shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kufarlarni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda hamrohiga koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidek orliq bo'lsikan, sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni sherik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ey Muhammad, sen gaslarga ağalta alamsan, ya korlarni to'g'ri yo'lga sala alamsan. Ya'ni kufarlar gaslarga, korlarga o'xshaydi. Oshkor gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan. Ularni jazolashdan ilgari seni elib ketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga, ya'ni ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga ching esilg'in. Sen haqiqatan to'g'ri yo'lda dursan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilisizlar. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Biz haqiqatan Musoni Firavunga va uning tavalariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shonliq mo'jizlarimiz bilan avatdik. Musa Firavunga men haqiqatan jimi olamlarning parvardigorining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatgan elchisiman dedi. Musa ularga bizning mo'jizlarimizni elib kelganda, ular nagahon mo'jizlarni masxir qilib kuldi. Ularga bir-biridan katta mo'jizlarni ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaytsin deb turli azoblar bilan jazoladik. Ular azobni ko'rganda, ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tirvatsa, biz cho'qim iymon etimiz dedi. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tirvatganimizda nagahon ular ahdini buzib kufrda ching turdi. Firavun o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: Ey qavmim, Misrning podshohligi, ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman.
nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan billa farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? Firavun qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni İsa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalliqdan so'ran selishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki İsa'mı dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. U, ya'ni İsa Nasaralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz İsroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. U, ya'ni İsa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Uningga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda minishdan to'smusun. Ya'ni shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. İsa ro'shan mo'jizlar bilan kelib aytdi. Sizlarga men hikmat elib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni dinni ishinglarning ba'zisini bayon qilib berman. Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarningmi parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtum-tut kelishini kutadi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undoq emasdir. Ularga bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyiladi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan billa xo'shal-xo'ram holda jannatga kiringlar deyiladi. Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannat ana shudur. Jannatda nurg'un turlik mevalar bor. Uningdan yeysizlar. Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qolg'uchilardir. Ulardan azob birdammi yenikitilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Ularga biz zulm qilmadik, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxga muakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb to'laydi. Malik
sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik. Va lekin sizlarning ko'pchilikinglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va pichirlashganliklarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas. Uni anglab turmiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turdi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'latdim degin. Osmonlarning va zaminning parvardigori, arishning parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, ya'ni Makka kufarlarini gumrohliklarida va nodonliklarida qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lganga qadar botillariga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. Allah osmondimu ilohdir, zamindimu ilohdir. Allah hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Agar sen ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Allah deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Allohu taolo Muhammad alayhissalomning: "Ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zini biladi. Sen ulardan yüz o'rigin. Salam degin, ya'ni ularga bedduomu qilmag'in. Dinga da'vatmu qilmag'in. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Duxan 59 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ha Mim. Ro'shan Qur'on bilan qasam qilaman. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shabi Qadri kechisida nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. U kechida har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajli va boshqa ahvoli ayriladi. Shu kechida taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatkuchi bo'ldik. Shu Parvardigoringning rahmatidandir. U haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. U o'likni tirildiradi. Tirikning jinini ololaydi. U sizlarning parvardigoringlardir.
ilgiriki ota buvanglarning parvardigoridir. Undaq emas. Ya'ni ular haqiqiy ishonguchi emas, balki ular qiyomatdan shakda bo'lib, haqni istihzo qilib o'ynaydi. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'rdigan tutunni keltirdigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. U tutun kishilarni o'rib oladi. Bu qattiq azobdir. Ular Parvardigorimiz bizdan azobni ko'tarayotgan. Biz haqiqatan iymon keltirguchidurmiz deydi. Azob ko'tarilib ketganda ular qandoqmi ibrat olsun? Halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundoq turqliq ular iymon etmedi. Ondan ular uningdan yuz o'ridi va u o'gitilgan, ya'ni Qur'onni kishilardan o'rgangandir. Majnundur dedi. Biz haqiqatan azobni sizlardan ozg'in vaqt ko'tarib etamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgiriki kofirlik holatinglarga qaytib olasizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ulardan ilgiri biz haqiqatan Firavunning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Menga Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchlik payg'ambar. Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiz bilan keldim. Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga seg'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib etinglar." Musa Parvardigoriga: "Bular gunohkor qavmdir" deb duo qildi. Allah aytdi: "Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgin. Sizlar haqiqatan qo'g'linisizlar. Dengizni tip-tinish, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holati bo'yicha qo'yg'in. Ular haqiqatan g'arq qilinguchi qo'shindir. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramon bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shundoq qilib ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga miros qilib berdik. Ularga osmonmu, zaminmu yig'ilmadi. Ularga muhlatmu berilmadi. Shak shubhisizki biz Isroil avlodini xor qilg'uchi azobdan, Firavun azobidan qutqizdik. Firavun haqiqatan mutakabbir edi. Haddidan oshqushlardan edi. Ularni, ya'ni ularning ayni zamonda mushundaq sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Ularga, ya'ni tafakkur qilguvchilarga ro'shan sinoq bor, nurg'un mo'jizlarni ato qildik. Bular, ya'ni Quraysh kuforlari cho'qim aytidi: "Faqat bir qitim o'limiz, qayta tirilmaymiz. Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni tirildirib akilib beqinglar." Ular, ya'ni mushriklar kuchlikmi yoki tubba qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik va lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Batil bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. U kunda do'st do'stga,
hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erisholmaydi. Faqat Allah rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Allah haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Zaqqum darxi haqiqatan gunohkorlarning tamog'idir. U eritilgan mistak qiziqdir. U qo'rsaqlarda qaynoq suvdek qaynaydi. Dozoqqa muakkal farishtalarga uni tutib so'rab, dozoqning o'ttirsiga elib beringlar. Ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Uningga xorlash va masxir qilish yuzasidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsudur deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin, yo'pqi yipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishidi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundoq ikrom qildik. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda maydi eg'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgiriki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetimaydi. Allah ularni dozoq azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning vaz nasihat elishi uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutkuchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Josiya 37 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ha Mim. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Osmonlarda va zaminda mu'minlar uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratilishinglarda va Alloh zaminda tarqitayotgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allohning bulutdan, ko'kdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan rizqlantirib, o'lgan zaminni tirildirishida va shamollarning yuzlanishini o'zgartib turishida tushunadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ana shular Allohning oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular, ya'ni Makka kuffarlari Allohni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishonadi? Har bir gunohkor yolg'onchiga voy. U Allohning oyatlarining o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turdi. Ondan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglagandek kufrda ching turdi. Gumrohlikda texmu azvaylaydi. Uningga qattiq azob bilan xo'sh xabar bergin. U bizning oyatlarimizdan biror narsani bilgan chaqda, ya'ni uningga Qur'on oyatlari yetgan chaqda uni masxir qiladigan narsa qilib oladi. Ani shular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularni oldida jahannam kutib turdi. Ularning erishgan narsalari, ya'ni dunyoda topgan mollari va bolalari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni
butlari ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Bu Qur'on uningga ishongan va uningga ergashgan kishiga komil hidoyatdir. Parvardigorining oyatlarini inkor qilganlar eng qattiq azobga duchor bo'ladi. Allohning amri bilan dengizda kemalarning yurishi uchun, sizlarning Allohning fazlidan talab qilishinglar uchun, ya'ni tijorat qilishinglar, beliq tutishinglar, dengiz ostidan unchi marvoyitlarni suzib olishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. Mu'minlarga aytqinki, Alloh har qavmning qilmishlariga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allohning azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkizgan aziyatlarini kechirsin. Kimiki dunyoda yaxshi ish qilsa, u o'zining foydasi uchun qiladi. Kimiki yomon ish qilsa, u o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh yaxshilikka mukofot, yomonlikka jazo berdi. Shak shubhisizki, biz İsrail avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pok narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligiga qat'iy dalillar kelgandan keyinla ondan ular o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqardi. Ondan seni biz ey Muhammad din ishida ro'shan bir yo'lda qildik. Shu yo'lga ergashgin. Bilmaydiganlar, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga ergashmagin. Shubhisizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmaydi. Shubhisizki, dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Alloh taqvodorlarning do'stidir. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan paketlardir. Hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni hayotlikda, mamotlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Alloh osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, mana nafsi xohishni iloh qilib olgan, Alloh ozdirgan, haqni bilib turgan, Alloh quliqini va qalbini pechatlayotgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Alloh ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar bulardan vaz nasihat olmamsizlar. Ular, ya'ni qiyomatni inkor qilguvchilar, hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz,
faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pokiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bovlarimizni keltirib yiqinglar, ya'ni tirildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni tirildira oladi. Ondan ajlinglar bitganda vafot qildira oladi. Ondan shak shubhisiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay, qayta tirilishni inkor qildi. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Har ummatni qo'rqinishning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsan. Har ummat o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik, ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurtdik. Iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, Parvardigori ularni o'zining rahmeti doirasiga kirgizdi. Bu ro'shan murodga yetishdir. Kofirlarga kelsak, ularni ayıplash yuzasidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashliklardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkora bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarida masxir qilgan azob ularni o'rib oladi. Ularga deyiladi: sizlarning mushu kundagi muloqotni unutilganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutuymiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib unutib qolgandek muomala qilamiz. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarga sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchimi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxir qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldi. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. Jimi hamdu sana osmonlarning parvardigori, zaminning parvardigori va olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Avlod ovozliq asarlari